Assalomu alaykum. Sizlar bilan birga Ibrohim Muhiddin. 6 yillik tajribamdan kelib chiqib sizlarga ushbu harflarni tushuntirib berishda davom etamiz. Arab tili harflarini o'rganishda biz bilan birga davom eting. O'rgangan harfimiz o'tgan safargi harfimiz sin edi. Bugun esa aynan shu harfning 3 ta nuqtalisini, shin ko'rinishini o'tamiz. Bosh qismini yozmoqchi bo'lsak, bosh qoidamiz, unutmang. Aytib o'tamiz, bosh qismini yozmoqchi bo'lsak, albatta bosh qismini kesib olamiz. Aytgan bo'lishligi mumkin, bosh qismini yozishligimiz kerak deya. Mana shu bosh qism va ikkinchi tarafga qo'l bergan. Bosh ko'rinish, o'rta ko'rinishi xuddi shuni o'zini olib kelamiz. Mana oldik va kopyalagan holatda yon qismiga olib kelib qo'ydik. Nuqtasi albatta 3 ta bo'lishligi shart. Mana. Bosh, o'rta, oxirgi ko'rinish o'zini asli ko'rinishini o'zini olib kelamiz. Olib kelib o'tirmadim, yozib qo'ya qoldim. Va 3 ta nuqtasi bo'ladi. Hattoki mana shu shaklda ham qo'yishadi arablarda, lekin u narsani takrorlamang. 3 ta nuqta bo'lsin. Chunki o'qigan kitoblaringizda, o'qimoqchi bo'lgan kitoblaringizda aynan shu ko'rinishlari mavjud bo'ladi. Bosh ko'rinishi, o'rta ko'rinishi, oxir ko'rinishi. To'g'ri. Oxirida oldingi darsimizda ko'rganimizdek kabi sin kabi bir xil-ku deyishingiz mumkin. Sinda nuqta yo'q edi, shinda esa nuqta bor. Va bu o'zimizning shinimiz bilan bir xil. Bu nima harf? O'zbek tilida S, to'g'ri. S harfiga 3 ta chiziq qo'ysak nima harf bo'ldi? Shina, qarang, 3 ta chiziq qo'ydik. Balki ahamiyat bermagan bo'lishingiz mumkin. Bunda ham xuddi shu narsa. Sinning ustiga 3 ta nuqta beryapmiz. Ya'ni xuddiki 3 ta chiziq deb tasavvur qiling. 3 ta nuqta berishligi bilan bu harf shin bo'ladi. Ana endi mahraj qismiga kelib o'tamiz. Shin harfi shi, shu tarzda, misol uchun shahnoza bo'lishi mumkin, sharob bo'lishi mumkin yoki boshqa so'zlar bo'lishi mumkin, shar bo'lishi mumkin, shiroz bo'lishi mumkin. Unda hammasi shi, shu tarzda talaffuz qilinadi. Faqat sukunli bo'lganda albatta ish, ush tarzda ozgina ushlab turilgan holatda sin kabi, misol uchun s deganimizdek tarzda talaffuz qilishingiz kerak bo'ladi. Endi alif, ba, ta, sa, jim, ha, xo, dal, zal, ro, za, sin va shin harfi. Tez orada jami harflarni, 14 ta harflarni jamlab chiqamiz. Bugun 13-harfimiz ekan. Davom etamiz o'qishlikda. Endi so'zlarimizning sonini ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Deylik, ab-rosh kalimasi. Ab-rosh. Men bilan birga o'qishda davom etavering. Shiroz. Sadi Shiroz edi. Shiroz yoki hashar. O'zbekcha so'zlar bular mana. Hashar. Siz u biladigan so'zlarni aynan arab harflari bilan o'qishlikka harakat qilmoqchimiz. Hashar tarzda. Yoki sharob. Bu orada sharob degani ichimlik degani. Siz o'ylagan sharob emas. Xozasha. Ko'rib turganingizdek, oxirgi ko'rinishlar, o'rta ko'rinishlar, bosh ko'rinishlar aralash tarzda yozishga harakat qilmoqdaman. Endi oxirgi ko'rinishlikdan s bilan olaylik. Shasa yoki aksi bo'lishi mumkin. Sha bo'lishligi mumkin. Ko'rishingiz oson bo'lishligi uchun kattaroq yozaman. Ishrun. Yozib bo'lgunimcha o'qib bo'lishga harakat qiling. Bishrun. Bishri Hofiy hazratlaridek. Bishrun. Adash. Kimdir oramizda ismi Ibrohim bo'lsa, u mening adashim, ya'ni adash. Balki insonlar adashmasligi uchun bu so'zni eshitgandir, adash deb. Xo'p. Shabar. 3 ta nuqta mana. Xosh, ro, sa tarzda. Xo'p. Bugunga sizlarga kifoya qiladi. Arab tili harflarini o'rganishda davom eting. Sizlar bilan birga Ibrohim Muhiddin bo'ldi. Like bosishni unutmang. Albatta, like bosish bizning yanada jamoamiz kengayishiga sababchi bo'ladi. Salomat bo'ling.